Hammaga salom do'stlar. Bitta yonadigan variant chiqyapti. Zudlik bilan sotiladi. Pul juda zarur. Anaqa zarur bo'lganlar tez telefon qilsin deysizlar, o'shanaqa bo'lyapti. Qarang. 3 xona 73 metr kvadrat glухой xona yo'q, yangi domda bo'ladi. Mana bu uyimizning kirish eshigiga kirganimizda mana shunday hol G-obrazm tushyapti. Bu yoqda koridor va bu tomonda koridor. Bu yerda esa uyimizda sanuzlar alohida joylashadi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Yuvinish xonasi alohida, suv, gaz, svetda muammo yo'q, chunki biz vokzal hududidan uy ko'ryapmiz. Samarqand shahar vokzal hududi, mo'ljal 48-maktab. Shundoq maktabda orqa tomonida. Oshxona. Demak, o'tirib ovqatlanish uchun mana shunday uголокlar qo'yilgan. Har bir xonamizda yorug'ligi mana shunaqa tushib turadi. Derazalar, tashqi derazalari juda ham zo'r. Demak, oshxonada oshxona mebellari akrildan yasatilgan, kirish mashinasi, gaz plitasi, vытяжкасы, muzlatkichi va televizorlari o'rnatilgan. Bemalol kirib yashaysiz. Holat a'lo darajada, faqatgina fasoni eskirgan uyimizni. Demak, bu zalimiz ekan. Mana zalimizda yopiq balkon ham bor. Aboylarni ko'rishingiz mumkin. Bular o'sha oldin modada edi bu aboylar, hozir modada emas. Bitta aboyni almashtirib olsangiz ham bo'laveradi. Yoki shu holatida ham hali sizga 5 yil indamasi xizmat qiladi bu uylar. Remonti. G'ishlik yangi dom, mo'ljal 48-maktab, 8 qavatli domning 5-qavatida lifti bor. Bu uyimizda bolalar yotoqxonasi, narxini eshitib hozir mazza qilasizlar do'stlar. Narxi bunaqa narxda hali Samarqand shahrida uy chiqmagan. Mana deraza, ikkita bola joy uchun kravatlar qo'yilgan. Jihozlar eskirgan do'stlar, biroz odam yashalgan. Demak, bunisi kattalar yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasi, do'spanli kravat, tremos shkaflari va mana shunday juda ham katta derazalari bor pardada. Konditsioner ham bor do'stlar. Isitish tizimi duxkontrolni kotyol, mana shunaqa отопление batareyalari qo'yilgan. Narxi 79 ming, yana kelishtiriladi. Bu oxirgi baho emas. Yangi domda bo'lyapti. Shoshilib ulgurib qolinglar. Qiziqalar ekran raqamlariga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. Hammaga omad, sog' va salomat bo'linglar.